Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugungi taqdimotimizda geografiya fani o'qituvchilariga metodik ko'mak berish maqsadida 5M moduli va uni dars jarayonlarida qo'llash bo'yicha ma'lumotlar sizlarga taqdim etiladi. Birinchi mavzuyimiz 7-sinf geografiya darsligidagi Afrikaning geografik o'rni va o'rganilish tarixi. Xo'p, bugungi aynan ushbu mavzuyimizni 5M moduli asosida sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Aynan bilamizki, birinchi bosqich jalb qilish bosqichi deb nomlanadi. Bu bosqichda bizlar o'quvchilarni darsga jalb qila olishimiz kerak. Xo'p, bunda biz xohlagan rasm yoki videoroliklar, qandaydir noan'anaviy savollar bilan o'quvchilarga murojaat qila olamiz. Bu yerda ushbu rasmlardan qaysi biri Afrika materiyasi bilan bog'liq deb o'ylaysiz degan savol o'rinli. Hamda birinchi, ikkinchi rasmlarni o'quvchilarga ekran orqali taqdim etamiz. Ushbu rasmlarda aslini olganda har ikkalasi ham demak Afrika materiyasiga tegishli bo'lib, ko'rgan o'quvchilarga birinchi navbatda demak Afrikadagi sahrolar ko'zga yaqqol tashlanadi va aynan Afrika materiyasiga faqatgina birinchi rasm tegishli deb o'ylashadi. Aslini olganda vaholanki biz bilamiz, ekvator chizig'i Afrikani kesib o'tganligi sababli hamda Afrikaning maydoni katta maydonlarni egallab keng cho'zilganligi sababli ham Afrikada hattoki tangadek joyiga ham quyosh nuri tushmaydigan keng yarusli o'rmonlar ham mavjud va o'quvchini chalg'itish maqsadida berilgan ushbu savolning javobi har ikkala rasm ham Afrika materiyasiga tegishli bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi bosqichimiz tadqiq qilish bosqichi bo'lib, ushbu bosqichda o'quvchilar kichik tadqiqot o'tkazib, mavzuning mohiyatini o'zlari tushunib olishlari kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi bosqichimizda sinf o'quvchilarini biz 3 ta kichik guruhlarga bo'lamiz hamda har bir guruhga Afrikaning tabiiy xaritasini berib chiqamiz. Ushbu yozuvsiz xaritadagi raqamlar qaysi obyekt nomini bildirishini topib, o'quvchilar demak bu yozuvsiz xaritani to'ldirishlari kerak bo'ladi. Uchinchi bosqichimiz bu tushuntirish bosqichi bo'lib, aynan bu bosqichda jalb qilish hamda tadqiq qilish bosqichlarida o'rgangan bilimlarini o'quvchilar so'zlab berishlari kerak bo'ladi. Xususan bunda Afrikani shimolda Yevropadan Gibraltar bo'g'ozi hamda O'rta Yer dengizi ajratib turishligi, shimoliy sharqda esa Suvaysh kanali uni demak Yevrosiyo bilan tutashtirib turishligi haqida, Afrika shimoldan janubga 8000 kilometr masofaga, g'arbdan sharqqa esa 7500 kilometr masofaga cho'zilganligi, uni maydonini demak eng katta bo'lgan cho'llar, xususan Sahroyi Kabir cho'li, hattoki tangadek joyga ham quyosh nuri tushmaydigan keng yarusli o'rmonlari, uning janubiy sharqidagi eng katta oroli Madagaskar oroli haqida va turli xildagi tabiiy obyektlar haqida ma'lumot berib o'tishadi. O'z navbatida ushbu bosqich so'ngida o'quvchilar tomonidan berilgan ma'lumotlarni o'qituvchi yanada to'ldirib boradi hamda ilmiy tushunchalarni berib, Afrika materiyasini o'rgangan sayyoh olimlar haqida ham qo'shimcha ma'lumot berib o'tadi. To'rtinchi bosqichimiz bu qo'llash bosqichi bo'lib, aynan bu bosqichda o'quvchilar avvalgi bosqichlarda o'rgangan bilimlarni turli vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyati sinovdan o'tkaziladi. Bu bosqichda endi o'quvchilarga bir nechta sayohatchilarning, ya'ni sayyoh olimlarning rasmlari tarqatiladi va ular ichidan faqatgina Afrika hududini o'rgangan sayyoh olimlarni topish topshirig'i beriladi. Bu orqali o'quvchilarda fikrlash qobiliyati shakllanadi, muammoga yechim topa olish, jamoada ishlash ko'nikmalari shakllanadi. 5-bosqichimiz baholash bosqichi bo'lib sanaladi. Ushbu bosqichda endi dars davomida o'quvchilarning olgan amaliy hamda nazariy bilimlarini o'zlashtirish darajasi baholanadi. O'z navbatida bu jarayonda o'quvchilar ham qatnashishi mumkin va o'quvchilar bir-birini bugungi dars jarayonlarida qanday bilimlarga ega bo'lganliklari haqida demak fikr almashib, ular ham o'zaro demak o'zlarini baholashlari mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda o'qituvchi ham o'quvchilarning faolligidan kelib chiqqan holatda ularni baholaydi va dars jarayoniga yakun yasaydi.